Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlarim, yaxshimisizlar? Aka-ukalar, opa-singillar, ota-bobolar, onalar, yaxshimisizlar? Alloh panohida yuribsizlarmi? YouTube'ga chiqish qilishim sal cho'zilib ketdi. Shu bir ikkita masalalar yana paydo bo'ladi. Alloh bildirgancha sizga yetkazamiz. Mana duo so'rab borishlar masalasida. Duo so'rab har bir banda Allohga o'zi murojaat qilish kerak-da. Chunki erta qiyomatda o'zi har bir odam bilan birma-bir savol javob bo'ladi. Hozir ko'ryapmiz, ko'p imomlarimiz ham, domlalarimiz ham gapirmayaptilar. Duo qildim, domla sizga ixlos qildim deydilar. Domla aytmaydimi, ixlos, Allohga ixlos qilib o'zing duo qil, o'zing uchun. Har bir banda Allohga o'zi murojaat qilish kerak. Mantiq shu dinda. İymoningiz bormi, o'zingiz murojaat qiling. Nima deganda kimdir orqali chiqishingiz kerak Allohga. Yana qaytaraman, ixlosim bor. Ixlosni Allohga qilib o'zingiz murojaat qiling. Shu yerda aytib o'tiraman, imomlar, domlajonlar sizga shunaqa qilib murojaat qiladiganga siz ayting, ey, Allohga ixlosing bormi? O'zing murojaat qil. O'zing chiqding Allohga. Kimdir orqali emas. Iymon shunda kuchayadi. Allohga har bir banda o'zi murojaat qilish kerak. Allohning borligiga, birligiga ishongandan keyin har bir banda o'zi murojaat qilishi. Kim orqali haqqimga duo qilib qo'ying desa, darrov haqqiga duo qo'ying. O'zing haqqiga o'zing Allohga ixlos qilib o'zing duo qil o'zing uchun deng. Chunki erta qiyomatda har bir inson o'zi savol javob qiladi. Kimdir o'rtaga qo'shilmaydi, vasila bo'lmaydi kimdir. Hozir vasila qilsa ham bo'ladi dedilar. U payg'ambarni yo'lida yurgandan keyin payg'ambarning ishini davom ettiraman degandan keyin Allohga qaratish kerak hamma narsani. Payg'ambar ham duo qilgan dedilar, u yoq ham dedilar, mayli. Endi u qanchalik bo'lganini biz bilmaymiz. Lekin mantiq shu. Siz har bir insonga Allohga murojaat qilishni o'rgating va Allohga yo'l ko'rsating. Har bir inson o'zi murojaat qilsin. Sizga borib duo qiling desa, ayting, o'zing duo qil, o'zing murojaat qil Allohga. Muammong bormi? O'zing chiqma Allohga deb ayting. Erta qiyomatda shu narsa so'raladi. Har bir inson, Alloh aytibdi, har bir inson o'zi savol javob bo'ladi. Shuning uchun nima murojaatingiz bo'lsa Allohga o'zingiz murojaat qiling, birodarlarim. Kimdir orqali qilmang. Kimdir orqali qilgan murojaatingizni bilmadim, lekin o'zingiz sidq dildan, iymon bilan Allohdan so'rasangiz, Alloh sizga o'zingizga ham beradi o'sha so'ragan narsangiz. Allohga iymonli, Allohning qullariga Allohning salomlari bo'lsin. Salamun qavlan mir robbir rohim dedi Yosin surasida. Ya'ni Parvardigorlardan salom yetkazing dedi jannatlarda. Shu jannatlarga kirib Allohning salomini eshitish nasibini o'zi aylasin. Birodarlarim, mantiq shu. Har biriz o'zingiz murojaat qiling Allohga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.